umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir, umrlar bo'ladiki, mangulikcha tirikdir. Bugun ana shunday mangulikka daxldor insonlar xotirasini yod etarkanmiz, O'zbekiston televideniyasiga butun umri qalb qo'rini berib o'tgan fidoyilarni tilga olishni lozim topdik. Hali jahonda teleseriallar yo'q davrda o'zining ko'p qismli telepostanovkalar bilan yurt mehrini qozongan Maqsud Yunusov, Mahkam Muhammedov, Meli Mahkamov, G'o'zijon Hakimovlar ijodini unutib bo'ladimi? Mamlakatimizda suxandonlikning shakllanishi va taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan, hamisha yonib turadigan nurli ko'zlari, quyuq qoshlari, samimiy chehrasi bilan xayolimizga abadiy muhrlanib qolgan O'zbekiston xalq artisti Mirzohid Rahimovni o'ylaganda qalb jo'mbishga keladi. So'nggi damlargacha oynai jahonimiz malikasi bo'lib yashagan, tinim bilmay sizu bizni ijod sarchashmalaridan bahramand etgan Nasiba opa Maqsudovani yod etganda vujudimni hayajon qoplaydi. Rahmatilla Mirzayevni eng so'nggi kunida orzu rejalarini kamina bilan baham ko'rgani, ko'zlari yonib, qilmoqchi bo'lgan ishlarini to'lib toshib so'zlaganini qanday unutay? Sizu biz yangi yil kechasini nishonlab o'tirgan oqshomda xastaligiga qaramay bayram tabrigini o'qib, barcha xonadonlarga sevinch ulashgan, o'zi esa o'sha kuni oilasi davrasiga ham yeta olmay ko'zlari ochiq ketgan Abdumo'min O'tbosarovni unutish oson deb o'ylaysizmi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, shirin zabon suxandon Shuhrat Qayumov har yili tashkil etiladigan mana shu unutmoq osonmas konsert dasturini 14 yil mobaynida muntazam olib borgan edi. Televideniya haqida so'z borar ekan, tele ko'rsatuvlarga jon kiritib, ko'rimli darajasini oshirishda o'nlab soha vakillari fidoyilik qiladilar. Odatda tomoshabin tasvirchi nigohi bilan jarayonga boqadi. Shu o'rinda mahoratli tasvirchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, qator davlat mukofotlari egasi To'lqin aka Qurbonovni yodga olgimiz keldi. To'lqin aka davlat rahbarlari bilan dunyo kezgan inson edilar. Eng yirik xalqaro anjumanlarda ham ulug' dargohlarga odatda kasb taqozosi tufayli birinchi qadamni tasvirchi qo'yadi. Uni izidan barcha mehmonlar kirib kelishadi. Ana shunday sharafli kasb egasi bo'lgan ustoz tasvirchi To'lqin Qurbonov mehnatidan hammamiz bahramand bo'lganmiz. Bu fidoyilar nomi hamisha yodimizda, ruhi yonimizdadir. Yurak dardini vaqt davolaydi deganlari yolg'on ekan. Vaqt o'tgani sayin sog'inch, o'kinch, armonlarning hammasi birikib, qalbingda ulkan muzlik qoyasiga aylanib qolar ekan. Muzlikda kichik bir parchaning erishi shunchalar yosh bo'lib kuyladiki, bu onlarda seni ovutishga jumlai jahon kuch-qudrati ojiz qolar ekan. Men har gal qalbimni armonlarga ko'mib ketgan zuriyodim Dildora Qayumovani shunday eslayman. Ayni damda guvohi bo'lib turganingiz unutmoq osonmas konsert dasturimizning ilk sonlaridanoq barchaga mansur qilib ko'ngillarga joylagan suxondan ham Dildora bo'lgandi. Assalomu alaykum. Hayotning quvonch va tashvishlarini bir chetga surib qo'yib, xotira deb atalmish go'zal tuyg'uni hurmat qilib kelgan. Xalqimizning e'zozli farzandlarini biz bilan birgalikda yod etishga tashrif buyurgan muhtaram dildoshlar, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Unga sahnada qanday yurish,
qanday turish, qanday so'zlash sirlarini o'rgatgan Unutmoq osonmas dasturining ilk sonidan meni yonimda rejissyorlik qilib kelgan ikkinchi farzandim Dildoraning akasi San'at Qayumov edi. Dasturimiz mazmunini boyitish uchun bugun namoyish etilishi rejalashtirilayotgan bu sahnada qo'shiqni ham u tayyorlab ulgurgandi. Sahnalashtiruvchi rejissyor sifatida siz sevib tomosha qilgan qator ko'rsatuvlar, Nikoh uzugi, Kirakash singari seriallarni taqdim etgandi. Ne ajabki, san'at qurbonlik talab etadi deganlari rost ekan. San'at vakillari orasida hayot zavqini totmay turib, bu dunyoni tark etganlar ko'pchilikni tashkil etadi. San'at Qayumov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, ish jarayonlarida oxirgacha bo'lib, rejissyorlik qilgan otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvi efirga ketayotgan damda hayotdan ko'z yumdi. Aka singilning orzulari ko'p, rejalari bisyor edi. Beshafqat taqdir niyatlarni sarobga, istaklarini achchiq armonlarga aylantirdi. Ey dunyoyu dun, nahot inson bardoshi metindan yaralgan deb o'ylasang. Улицы Ташкента. Которому суждено стать лучшим сооружением столицы Узбекистана.